Chiqib farmonga ayt, yenimga kirsin. Xo'p. Assalomu alaykum Shavaz begim. Va alaykum assalom. Farmon, anglasam bugun Malikining ot qo'yish ma'rikasida Shohim bilan Hasan vazir ahtinomiga muhr bosqidik. Shundaq. Bu ishga qarata boshqa vazirlar zodin nimalarni deyishdi. Angladingmi? Begim, men cho'qim ularning gapiga ko'z quloq bo'lay. Meningcha, Sodiq eng ishonchsiz odam. O'tgan yili kuzda men Shoyim bilan Hasan vazirga hamroh bo'lib shikorga chiqqan edim. O'qiyan akalar. To'xtanglar. Nima ish bo'ldi Hasan vazir? Farmon, sen o jonivorning bo'g'oz ekanligini ko'rmidingmi? O bo'g'oz bo'g'ashqa yugurmay qopti. Qarab turib tayyor o'ldini qo'ldan chiqarmasak bo'lmas. Mendan buyruq, hech kim bu jonivorning jiniga zomin bo'lmasin. Cho'qon silib uni qo'g'lab etgin. Xo'p. Bu bo'g'oz kiyikni ko'rib, homildor mahbubam esimga kelib qoldi. Allah uni o'z panoyida saqlag'ay. Mehri shafqatli vazir azam. Sizlar haqiqatan ko'ngil ko'ksilari keng odam kallah. Hazretim, sizlarga deydigan bir necha ig'iz gapim bor edi. Nima gap? Bu gaplarni ichimda saqlab yurgili uzun bo'ldi. Desam, bo'larmi yoki bo'lmasmi? Ayni chog'da o'z nafsi uchun alning beshida qilish o'ynatgan sipohlar o'tgan. Xudoga shukr, amdilikda bo'lsa adolat va fazilat ro'noq topgan kunlarda o'tyapmiz. Shoyimiz va jimiki fuqarolar janoblaridan rozi. Mubodo falakning gardishi koj kelib, birer bad niyatning qo'liga qolsak, ne kunlarga duchor bo'lamiz deb ansiraydi. Sodiq, xo'sh hazratim. Kimiki hili bilan qilsa g'urur, oyoq siridin qumushda qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, va lekin uning mo tadbir bordir. Bu hakikaten mu bir xosiyetlik iş. Şahsenem dunyaga kelishdan burun, men Hasan vazir bilan birga shikorga chiqqanda, oldimga bir bo'g'oz kiyik uchir edi. Shu hamon xonish oyimning homildorligi esimga kelib, uni otmagandim. Shu kuni Hasan vazirga mo bo'g'oz kiyik uchirgan, lekin u mo otmagan. Neyme degan o'xshashdik ha? Hasan vazir bilan ikkimizning niyat iqbolimiz azaldan birdir. Shu karomat tufaylidan men mundaq va'da qilgan edim. Agar xonish oyim bilan Hasan vazirning xonimi har ikkilisi o'g'il tug'sa, ular oku-uku bo'lib o'tgay. Agar har ikkilisi qiz tug'sa, ular och-singli bo'lib o'tgay. Biroq hozir tug'ilgani bir qiz, bir o'g'il. Andaqda mana bu ahdinomida putilgini bo'yicha ular bog'liq bo'lganda nikohi bir bo'g'ay. İltifatlarga ming martaba rahmat. Şahalidir bo'g'ay. Hasan vazirga qutlug' bo'g'ay.
Şunda qığılık. Gep qıslıçı. Neyme deymen? Bu əhdinamə biz üçün eğir külpət. Külpət? Kallılarını işiltip bakmamla. Meňilerini qağı çok aldım ha. Sen bir yak yurtluq durup, ağalık bakmay tehe Şahin bilen kuduvacı olmakçı miken? Neyme tonu kotuldaysa? Men kutuldudım mı? Hemini kıgan sile. Oppa. Balam Abdullah, ihsandı bolsun. Sen çoğun boğanda çokum senemni al. Abbas hallıqı çokum bizden boluş gerek, bildin mi? O nemini biletti? Oppa. Oldu, şığılama. Beyim, ula keldi. Jürüm. Hazırkı birden bir amal Hasan vezirini közdün yoqtuş. Men qo'shilaman. Yo'q. Men qo'shilamayman. Nemişqa? Hasan vazirni o'ltirayotgan taqdirdimi, agar Shohim hiliqi ehtinomini bekor qilmasa, Abbosxonning xonliq taxti, ya'ni o'xshashlab bir musofirning qo'liga qoladi. Onun degeni o'rinliq. O'rinliq bu nim degini emas. Şavaz begim, endi hergiz işkilenip olturmısıla. Hasan vezirini yo'qotmasa, ko'nglim aram topmaydi. Yo'q. Hozir yenigilik qilishga bo'lmaydi. Bizga aqldan boshqa yana payt kutishga to'g'ri keladi. Hemen. Feritcan. Medreske barayli. Emsmaili. Ey Hannaz, iştinlar amıqas. Ulug' Shohi Abbosxon oliylari g'alyanchi muddatlarni jazolash uchun Qo'rg'on begi Abdullah begimni ularni tutib kelishga avatgan edi. Begim bir kechidala ularning advini berib, safarni terk tutib keldi. Hammaylar buningdan ibrat olayli, shohimizning amrini ulug' deb bilayli. Ustozim. Safar tutulib qapti. Nimishqa? Chunki o zindandan dadasini qutqizaman deb o'zi tutulib qapti. Biroq uning dadasi qochib ketibdi. Ustozim. Safar gunohsiz. Uning dadasimi gunohsiz. Sanamjon, nima deganingiz bu? Safarning dadasi padişahimizga, şundaqla dadamızga qarşı chiqqan tursa. Suchuk. Zaharlik tilingni tat. Xapchik. Bo'ldi, kitobinglarni o'qinglar.
Sher qapazdan chiqibdi. O, borman degan yeriga berhiversin. Shirin! Shirin! Assalomu alaykum, hurmatli Shohim. Farhod, bu yerga kelishdiki muddaoing nima? Shohim, Shirin vasliga yetmakdir mening armanim. Agar sen Boston tog'ining u tarafidagi daryo suyini bu tarafga boshlab kelalisan, singlim Shirinning vasliga yetalaysan. Sanamjon. Nima o'ylayapsiz? Hech nima. Buni qabul qiling. Farhod Shirin.
Acaba siz... Bo'ldi so'zlamang. Yo'q, so'zlayman. Andaqdı bu gülçimellər. Muhabbetimizin dastanı mı ya ki eynigi mi? Agar siz she'rim bo'lsangiz, undaqda men Farhod. Xeyribcan, bu poraklab içilib turgan etirgillar qalbimizda mengi saqlanib qalsin. Dehşetlik bo'ron chapqindimi, to'zib ketmasin. Hey. Chuchuk. Abdullah, kundash deganning ma'nosi nima? Menga deb bera olamsan. Sen. Hey. Hey. Men onun o'tida kuyib qaqshal bo'ladigan bo'ldim. Onun ishqida ahlimdan ezib qoladigan o'xshayman. Abdullah. Sanim bo'ldi. Men bir vazirning o'g'li. Ordining qo'rg'on begi turug'liq. Nemişqa aşı atısı yo'q, yetim o'g'laqchilik bo'lamayman. Balam, nimalarni deydigansan? Apa, men... Oğlum, yulduz desang, osmonga chiqib üzüp beray. Unchi desang, dengizga tushib suzib beray. Apa, men g'eyribni o'ltirib etaman. Nima? Abdullah! Ya Allah! Emdi kellima. Bilemla. Oğlumuz. Bo'ldi, hammani uqdim. Kim bilsin? G'erib o. O nim bo'pti? O senem bilen Çağrıbağ'da quchoqlashib yurdi. Voy Xudoyim. To Xudoyim. Mushundaq bad qiliqlik qilamdi. Ular aymanmasdan ordini bulg'abdi. Sanamjon, jinim Malikan, bu yilqi qurboniyat sizga alayda xo'shallik etgagandek turdi bu. Shuni dang. Aqchi ana, bu yilqi qurboniyat gullar ichilib, bulbullar sayrag'an chog'da keldi emasmi? Men xo'sh bo'lmay tura olamdi. Xo'shalligingiz bo'la emasdi. Ana. Ben bugün haqiqiy muhabbatning nimaligini tushungandek bo'ldim. Ama bu gulni kimning tuzganligini bilamsiz? Tepib boqaymi? Bu gulni cho'qim. Aka, kiyimlaringiz pek yarashibdi. Xuddi shahzodaga o'xshab qolibsiz. Guljamal. Senem açam, sizga yeni nimelerni dedi? Sizga deb bermayman. Deb bermisiniz, ma'qulmi? Oycan. Sho'xlik qilmang, ha? Ama, qarasla akamga.
Jim o'ltiring, ha? Ana! Gerek. Esinglarda bo'lsin. Hasalning harisi badur. Qizil gulning tikini badur. Magar kim baxt gulzarida bo'lsang, unutmag'in baharning zimistoni badur. Ana! Ha? Ana, sana macamchi akamga siz Farhod, men Shirin, siz Majnun. Men Leyli debdi. Farhod degan kim u? Guljamal. Aka, men deganlarim rostku. Tezroq bo'lmasangiz ketaverman-chimi? Ma'qul aka, meni bir deb saqlab turing, ha? Ota boğularimizdan qolgan mundaq bir eg'iz gap bor. Chiroqning o'chishi yog'ning tugaganligidan derak beradi. Yog' tugsa, chiroqqa yog'ni kim quyidi? Podshoh garchi sanamni o'g'limizga berishni ahd qilgan bo'lsa-mu, mening ansiraydiganim men olamdan o'tgandan keyin shoh va'dasiga vafo qilamdi yo'q. Jaloliddin mollam sizni yo'qlab ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadinos do'stim. Mehribona. El zaharlik o'qni achchiqib Jaloliddin mollaga ko'rsatgan. Dodo, su içemlo. Yo'q. Jaloliddin molla mana bu orqa tarafimdan kelib tekkan zaharlik o'q. Buni podshoyi olamga topshirib berishlarini sizga havola qilaman. El yurtni xavfdan saqlash uchun bu ishning tegi-taktini aniqlab baldo'roq taqiqlash zarurdir. Hasan Vazir! Dodo! Dodo! Hasan Vazir! Hasan Vazir yovni yengishda xanjirim, yurt so'rashda kamrim edi. Oyim, xotirjam bo'lsa, men cho'qim bu tegi-taktini aniqlab, qotilni qattiq jazolayman. Ana! Yig'lablig'u. Yo'q. Yig'lamadim. Sizlarga qarab xush bo'lyaptimi, bolalarim? Gapinglarga zodli ishongim kelmayotdi. Texi shahoni to'y bo'lmay turib, bu nima degan hayosizlik? Demakchi bo'g'inimiz texi bo'la emas. Yana nima ish? Bizning bor yo'q mush birli qizimiz bor. Kimiki uningga o'ylansa, toj taxtga shu varislik qiladi. Buni bilaman. Shohin, o'zlirgim ayon. G'aribning ota bovusi bizning xonadonligimizdan emas. Bu buyuk toj taxtimizga munosabatlik cho'ng ish. Bo'ldi, bas. Shoyim, bu ishga dilg'ollik qilishga zodi bo'lmaydi. Shamshibanu. Biroq mening ansiraydiganim bugun ko'zga ilmagan bu shumbuya. Ertadan boshlab sanam madrasaga bormisan?
jallar ne buldu ya dim kelmedi İşkotida köydi jallar ne buldu yarim kelmedi İşkotida köydi jallar ne buldu yarim kelmedi Killer mendem vade qildi Killer muddet idin ötdi Hüzdüm yolu dadel mürdi Ne buldu yarim geldi Hüzdüm yolu dadel mürdi Ne buldu yarim geldi Gelişim seher oldu Kigen tınıp kippen oldu Çırağımda bilen oldu Ne oldu yarim geldi Çırağımda bilen oldu Ne oldu yarim geldi Assalomu alaykum g'aribjon. Va alaykum assalom. Men o'rdiq kirib ahvolni o'qib baqay. G'eribjon, Oqchona. Sanamjon sizni bog'da saqlab qoldi. Ems men yeniga boray. Bering. Men Jaloliddin mollaning endi sizni saqlab turay. Ma'qul. Oqchona, nima ish bo'ldi? Jura bolam. Ustozni yo'qlab chiqaylik. Sanamjon. G'eribjon, Qani aytma. Zodi nima ish yuz berdi? G'eribjon. Bizning diydorlashmag'imiz endi tas bo'ldi ham bo'ldi. Nima ishqa? Atam farmon tushirib meni madrasadan to'xtatdi. Bugun ustozim bilan xo'shlashishni bano qilib, siz bilan ko'rishgili keldim. Nima uchun? G'eribjon. Buni yeningizga sep qo'ying. Buni yeningizdan hargiz ayirmang. Bu bir jup qizil atirgul. Bir-biridan mangu ayrilmasin. Sanamjon. Bo'ldi, yig'lama. Sapar. Nima ish bo'ldi? Oqamdan navkarlar qo'g'lab kelyotdi. Chopsan qash. Oqtiringlar.
Apo qiling Sanamjon. Bu shohimizning farmoni. Atamning farmonining men bilan nima aloqasi bor? Biroq sizni azroq malol qilib qo'ydigan bo'ldim. Bu izzatini bilmaydigan mal unda bog'langlar. Qo'lini tat. Nim qilmoqchisizlar? Sanamjon, shuni bilishingiz kerakki, xon amri hammaga qodir. Qo'lingda yarliq bormi? Bu sizlar qaytinglar. Xon atamga o'zim javob qilaman. Xo'p. Jirolar. Sanamjon, Og'chi ona bizni saqlab qoldi. Meningcha bizning muhabbat gulzorimizga bir shumbuy unganda qiladi. Shundoq. Keremlik Şahim. Özleriga kutilmagan xabar ip kelganligim uchun fikrni kechirgaylar. Neymiş? Gunohkor Sapar zindondan qochdi. Aha. Onu bir qora niyat qochirib etdi. Kimken o? Aytishqa tilim ko'yidi. Aytaymi? Onu g'erib qochirib etdi. Neymi? Shah ota. Pishni ehvolaga quloq solmag'aylar. Sapar mening savoqdashim. Savoqdoshlik yuzini qilib, uni men qo'yib etdim. Sanamjon, nima deb jo'yilyapsiz? Hürmetli Şahim. Bununla navkarlar guvoh. Gunohkor Saparni qochirib etgan dal g'erib. Hurmatli Shah ota. G'erib gunohsiz. Ağçı, Labbay Shahim. ben icazet vermegiçe Sanamjon ordudan bir kadem mi ayrılmasın? Xo'p. Abdullah, Labbay Şahim. g'eribni derhal orduga ep kelinglar. Xo'p. Gülcemal! Ha? Gülcemal, kızım. Gülcemal. Gözünü açkan kızım. Gülcemal. Ana, akam qani? Biz hazır
Jaloliddin mollamni qishig'i borayli. İlim cheksiz, iqin daryo, suyi obi hayot kevser. İlim daryosiga sho'ng'ib, uningdan qazg'uluq gavhar. Bilimsizning dili ama, iliksiz ustixon yangliq. Bilim ol, ijtihod eyle, dilingda chaqnasun axtar. Mehribonim. Jaloliddin molla. Ustozim, akamni Abdulla Shatir tutib ketdi. Nemishqa? U safarni qochirib o'tibdi-kan. U hech qanday gunoh qilmagan tursa, nima deb uni tutib ketdi? Chunki uning qochirayotgani bir gunohkorda. Jaloliddin molla, bizga igidorchilik qilala. Hozir marhum Hasan Vazir hayot chig'ida shoyimiz bilan tuzgan ahdnomini elib, shohning oldiga bormoqdan boshqa amal qolmadi. Ahdnomini elib? Xonim, endi ikkilanmaslar. G'arib, gunohingni bilamsan? Nemi gunohim borligini hech bilmadim, shohim. O gadakash. Amasa G'aliyonchi safar qanday qochdi? Uni men qochirib etdim, shohim. Safar dadisini qochirib etibdi. Ammo Sodiq otamning hech bir gunohi yo'q. Nima? Ajaba xonlikdan rozi bo'lmay shohga qarshi chiqqanlikning o'zi gunoh emasmi? Sen osiy munofiqning o'rnini qalaymiqon qilib gunohkorni qo'yib o'tishini o'ylamabdi-kanman. Jallab! Bu osiy munofiqning kallasi ilinsin. Aldırmağla. Keremlik Şahin. Jaloliddin, siz Şahin. G'aribjonni o'ldirib bo'lmas. Nima? Hurmatli Shahin. Merhum Hasan Vazirning ruhinati uchun Hasan Vazir hayot chig'ida ishkilari putishgan bu ahdnomining haqqi hurmati uchun bo'lsa-mu, g'aribjonlik kechirgaylar. Şahim. Texmi zo'r baloyi qazodan saqlanish uchun bu ahdnomini burunroq ko'zdan yo'qotish zarur edi. Ahdnomini yirtmoq oson. Biroq haqiqatni o'zgartmak tez. Ya Rabbim, bularning hammasi isyonkorkan. Jallat! Labbay! Bularni olib chiqinglar. Hop! To'xtanglar. Qudratli shohim, g'azabda oqqorni farq etgili bo'lmas. Hozir dal hayit oyam kunlari. Butun el yurt shodlikqa to'lgan kun. Mushundoq ulug' oy, ulug' kunlarda behuda qon to'kilsa, Allohmu ravo ko'rmaydi. O'zlari birini o'ltirib, menga ibrat qilish degan so'zni anglamaganmi? Shohim, g'arib Hasan Vazirning notivoni. Hasan Vazir hayot chig'ida o'zlariga to'liq sadoqatman edi. Bugun ochiqlarga paylamay ahdnomini
yırtib etdiler. Endi ularni o'limga buyursla el jamoat, qavm qarindoshlar oldida yaxshi bo'lmasmikin? Keremli Şahin, Peker'nin karışça, ulanı ölümden halas kılıp, bütün ailesi bilen yakı yurtqı palı etsek kandak. Şundak boğanda, bu uluk ay uluk günde kan tökülüştün saklanğılı buludu. El yurt mu, gam gustin halas buladı. Şahvaz vezir, sizningcha Ulug' shohi olim, meningcha farmonning taklifi bo'yicha ish ko'rsakmikin deyman. Farmon, bugun sening rohing bo'yicha ish kerak. Bu ishni sening bejo keltirishingga topshirdim. Şahimiz G'erbni yaqin yurtga palash to'g'riliq farmon tushadi. Nima? Balkim ular xonliqdan bugun ayrilishi mumkin. Rahmat sizga. Sanamjon, bundaq yig'layama, o'zingizni ayang. Ağca ana. Ana. Mening yashig'im yo'q. Jinim Malika, baharning mo har qachon zimistoni bordir. G'erbning o'zila men uchun go'zal bahor. Onunsiz hayotma zimistondir. Yo'q, Malikam. Bahar yana keladi. Ayhannas, iştinlar ammuha. Hasan vezirning o'g'li G'erib Shah ordusida nashoyon ishlarni qilganligi uchun onasi bilan singlisi qo'shilib, yaqin yurtga pog'landi. G'eribjon! Sanamjon, Malikam. Dada, anlaştığa qarğandı Pərman tumşuq eğizdigen yerdə G'eribni oiskilar bilan qo'shib o'tirib o'tmoqchi ekan. Nima? Buni sen kimdan anglading?
Ularni yağlap mangan bir leşker bir sizin aytib beripdi. Onu küşkürtken adam bah. Bommasa, Pərman unda qilishga jur'at qilolmaydi. Dada, tezrek amalını qilayli. Balam, menen to'g'ri ketimni minalamsan? Minalayman. Tumshik eg'izga boradigan yiq yo'lni bilamsan? Bilaman. Parijamlab kel. Yürü. Sen navkarlarından bir qanchani boshlab, tong yo'rig'icha tumshik eg'izga berib bo'l. Nima qilmoqchisizlar? Sen bularni nima qilmoqchi eding? Palvon, bende günah yok. Bunun hemmini Şahvaz veziri o'rlashtirgan. Şahvaz veziri meni bu ishni qilishga buyurgan. Vezirning farmonini bejo keltirmaslikka haddimmi? Qaytib berib, shoh ham vezirlaringga yetkazib qo'y. Kimki boshqalarga uvol qilsa, shu kishi avval zavol topadi. Cho'qim deganlarni yetkazman. Ularni qo'yib yotmay qarab tursan-ku. Xo'p, qo'yib yetay. Hey, yavaş bak. Bak. Şefqatchimga hech qalla. Nom shariflari kim bo'ladi ekan? Bizga qilgan yaxshiliklarini menga unutmaymiz. Ah ko'ngil kishilar bola qazodan xoli bo'lolmaydi. Faqat bo'linglar. Tezroq yo'lga atlaninglar. Boshpanayim. O'zlariga minglarcha tashakkur. Amin. Bu yerda nimaga qarab turibsan? Tezroq qaytib berib, eganga javob qil. Xo'p. Xeyr, xo'sh. Xeyrcha. Melikem, hoş haber. Tumshik eg'izda bir palvon paydo bo'lib, g'ayribjonni oilasigilar bilan qo'shib qutqizibdi degan xabar o'rdiga por ketibdi. Aytganlaring rostmi? Albatta rost. Yolab ketgan navkarlar qaytib ketdimish. Melikem, Xudoning haqqi urmiti uchun bir kulavasla. G'ayribjon, mehribon ona. Sizlar nerede?
akam nemishqa kelmaydigandu? Kishsimistanda oziq izlash, cho'l jazirada suv izlaganga o'xshash. Bu kim? Hürmetli Serdar, bu təvəyimizə suqunub kirib alğan paylaqçı ekan. Bizning 4-5 adamimiz bir odamga teng kelamidinglarmi? Batur, uni qochirib qo'ymanglar. Xo'p. Uni aziz mehmon qatorida kutib olinglar. Bo'ladi. Ana, nereden kelyapsizlar? Qo'rqmanglar, biz tog'dagi Sodiqatining odamlari. Sodiqata? Shundaq, tog'dagi Sodiqatining odamlari. Ana, Sizlar bir o'ch yigitni ko'rdinglarmi? U kim? Mening o'g'lim G'eribjon. G'eribjon, sizlar marhum Hasan vazirning xonimi o'xshamamlar. Shundaq. Xudoga shukri, sizlarni oxiri topdik. Sodiq daga. Kim o? Selimdilar. Uni bir ish bilan istab keldimi? Sodiq tag'amni yeng so'qqan, bu qilishdan ko'rib baqqan deb kelgandim. U texiylar ustiga chiqib ketgan. Ma'qul, men chiqib baqay. Bo'ladi. Sefa, qara, kim keldi? Guljamal. Ay Bivana! Guljamal, obdan qizim. Mehribon aka. Safar aka. Guljamal. Ay bi. Mehmonlar, qani uyga marhamat. Mehribon ana. Balam. Men texsilani ko'rolmasmanmikin deb ansirgandim. Qaychib chiqqaninglar yaxshi bo'pti. Shohi Abbosni bundaq vafoga jafo qiladi deb o'ylamabdi ekanman. Bularning hammasi Shavvoz bilan ayoli Xadichaning ko'rsatgan ahli. Hurmatli xonim, men Xudo oldida Hasan vazirning ruhi oldida qasamiyat qilamanki, tinch xotirjam o'tgan ma'murchilik zamon bir bo'lak yovuz kishilar tarafidan dafsanda qilindi. Men cho'qim haqqoniyat yo'lida kurash qilib, yana shu zamonlarni asliga keltiraman. Alloh sizlarga aql farosat, kuch-quvvat ata qilg'ay. Sodiqata, akamni burroq topsaq bo'ladi. Qizim, uni topimiz. O jahonning to'riga chiqib ketgan bo'lsa-mu, cho'qim tepib kelamiz. Hurmatli Sardor, u qandaqroq? Mehmon u. Ana. U bir kecha mushundaq deb chiqdi. Kishi azoblanganda yoki xushal bo'lgan chaqda har qachon onasini aslaydi. U yana bir necha qaytim Sanamjon deb to'ladi. Sanamjon. Qamar,
tez berib tevib chaqirib kel. Xo'p. Bu yerda g'eribda birisi bormi? Bu yerda yo'q. Yana boshqa zindon bormi? Bu yerda mush bir zindon bor. Tez qachonlar? Juringlar. Çoxum bir güzel meleki bo'lsa kerak. Voy xudoyim-ey. Mana nima bo'ldi? Ne bo'ldi? Bir zindonga o't qo'yib o'tibdi. O't qo'ygan kimkan? Tutilib qolgan mahbuslarning deyishicha, g'eyribni izlab kelgan heliq tog'liq qaroqchilar ekan. G'eyribni izlab kelgan tog'liq qaroqchi. Ondaqda g'eyribchi u silining o'zini qutqizib qolganliklaridan to'limi minnatdor ekanligini o'zlariga aytib qo'yishimdan topiladi. U hozir qayerda? U uxlab qoldi. Yo'q. Uning qal'ada bo'lmasligi mumkin emas. Qandoq deysiz? Balam, bu zulfiqarni o'z vaqtida men Hasan vaziriga so'qib bergandim. Bu gapingizcha g'erib bu g'erib tek hayot bo'lishi mumkin. Bu ishni mehribon onaga hozircha aytmay turg'in. Bu ashliqlarni ularga olib ber. Ulardan so'rashni unutma. Bahor kelay dedi. Ularga yana nima kerakkin? Ma'qul. Gülcemal. Sefer aka. Akamni topdinglarmi? Yo'q, Tig'i. Assalomu alaykum mehribon ana. Va alaykum assalom bolam. Dadam sizlarni yo'qlab kelishga avatgandi. Azroq ochliq ag'ach keldim. Sizlarni yana avar qilib bolam. Takalib qilmang. Sizlarga qandoq rahmat aytsak bo'lar. Sefer aka.
Seper aka. Akam şehir kirib ketdimi ya? Serdar, egallishimizcha G'ayrib rostilla qaslab o'ldirilgan Hasan vazirning o'g'li ekan. Uning onasi bilan singlisi tog'dagi Sodiqning yinida ekan. O xonga asiylik qilganligi uchun yoq yurtga palangan ekan, shundaq. Qaytsangiz bo'ladi. Xo'p. Xizmatiniz, hurmatli Serdar. Yo'q. Meni Serdar deb chaqirmang. Men degan bir mazluma. Mazluma? O'xshamam deganman. Senem. Qayna o'ltiring. G'ayribjon. Siz jahonda faqat birli sanam odamsiz. Yo'q. O sizga azob ham uqubat berishdi. Biroq men sizga o'z muhabbatimni, toj taxtimni berishmoqchi. Hurmatli Serdar. G'ayribjon. Men faqat Serdar bo'lish uchun yaralganmi? Acaba men qalbingizni bahordek illatanmasmanmi? Hurmatli Serdar, siz bahordimmi illiqsiz? Güzellik babida tangdoshsiz bir gulsiz. Mendek g'erib nigor vayronisi sizga qandoqmi munosib kelarsin? Bu dal siz yashayotgan mush tuproqda. O'z qabilamdagi fuqarolarni demoqchimisiz? Hurmatli Serdar, Sanamjon haqida so'zlab bersam, anlig'ingiz bormi? O bir vafodor go'zal malika. O toju taxtdan voz kechib, pok ishqini mendek bir g'eribga beg'ishladi. Mushuning uchun uning umri nazarband ichida o'tishi mumkin. G'ayribjon, endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Rostimni aytsam, men bu yerdan qochib ketmoqchiman. Qaytishna hojat. Siz uchun darvozam ochiq. Sizni uzitib qo'yay.
Ana! Ana! Pal açıman. Daniel Aleyhisselam'ın palını açıman. Palsız yürme, palgımı işenme. Pal açıman. Daniel Aleyhisselam'ın palını açıman. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal açıman. Daniel Aleyhisselam'ın palını açıman. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal açıman. Daniel Aleyhisselam'ın palını açıman. Palgı işenme, palsız mı yürme. Palgı işenme, palsız mı yürme. Çapsan özden daldı kal. O biz izdavatkan gayrib şu. Nemi diye xatarlik. Gayribcan. Sefer? Çapsan bir yerde gidelim. Bayım ben bir yerde permanı görüp kaldım. Ağcana. Ana, Perman hem onun bilen birlik ketken izchilar qaytib ketdi. Undaqda G'ayribjonni topa olabdimi? Hadichadan anglasam, G'ayrib oilasidagilar yo'lda bo'riga ham bo'ptimish. Ayım Melik'ini yoklap geldik. Senemcan, otangizni undaq tanglikni qo'yma. O sizga nurg'un mol dunyo ato qildi. Sizga atab alayda chorboq soldirdi. Yana meni deb ovora bo'lmanglar. Han ana, bo'ldi so'zini. Men pak muhabbatimdan voz kecholmayman. Senemcan, ota-onaning nasihatini olmasangiz kufrlik o'tadi. O sizning onangiz emasmi? Ananız? Sen... Ağacı ana! Haniş ay, Xudo haqqi onun rahim qilsa. Bu bichora betap tursa, onu yana zo'rlashga qandoq ko'ngillar o'naydi? Bu nim deganing? Melikam bilan o'g'limning nikohlik bo'lishi shohning amri. Xudoning taqdiri. Uni hech kim o'zgartirmaydi. Bas. Şahim. Bo'ldi, so'zni bangla.
Hürmetlik Şahim. Muşundaq ketiverse jahondagi haq nohaq ostin ustin bo'lib ketmamdi. Şahim, g'ayribni qaytirib kelishga farmon tushasizlari bo'lmamdi. Shundoq qizlari bechora Sanamjonning kesilimi shifo topatdi. Bala qazodan neri bo'lishni nazarda tutganda bu ahdinomini balduroq ko'zdan yo'qitish zarur edi. Ağçı, mening sodiq dilkishim. Atqan o'qni qaytirib bo'lmas. Ulug' Şahim, o'zlari Sanamjon uchun taklif qilgan tevib kepti. Sanamjonni davolab saqayta olayman degan heliq tebibami? Shundoq Şahim. Qani, kirsin. Assalom podshoyi olim. Harmag'aysiz, hurmatli tebiba. Qizimning holiga davo topqaysiz. Bosh ustiga. Marhamat. Sanamjon, shoh otingiz siz uchun taklif qilgan tebiba kepti. Güzel Melikem, chiroyingizdagi zafaranglik, nafasdagi otash alomatlari yuragingizda bir xil dard puroqning borligidan darak beryotidi. Buningga menda bir xil shifo bor. Agar tanovul qilsangiz, shifo topasiz. Siz Abdullah bilan to'y qilishga ma'qul bo'ling. Nima? Biroq shuni shart qilingki, aldı bilen 40 gündüz toy bolsun, andın nikah o'qishga rozilik bering. 40 gündüz toy bolsun. Yuragim bari bo'lib, ko'z yoshlarim qurib, tenlarim qog'i qo'zg'illog'i yem bo'lib ketsa rozimanki, Abdullah roziliqim yo'q. Siz Farhodni zaharlab o'ldirgan heliqi Cadigar Yasemen mu nime? Yo'q, hurmatli Melikem. Mushu 40 kun ichida yaringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishib, murodingizga yetasiz. Siz zodi kim bo'lasiz? Men vafodorlik babida bir jup sultonni ko'rdim. U meni huzurimizga boshlab keldi. Sizlarga yordam berishdan boshqa muddaim yo'q. O'zingiz zodi kim? Mening deydiganim shuki, yor vasliga yetish uchun muhabbatga sodiq bo'lishdan boshqa yana pam, farosat lozimdir. Allah, bu o'ngimmi, tushimmi? Bu tush emas. Sanamjon, pat arda yoringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishish nasib bo'lg'ay. Xayr. Perişte. Aka, saat qadam sizni uzat qilib ketdi. Assalomu alaykum, Sadiqa. Oybi ona. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Sadiqata. Mağbe. Buni ağın oğlu. Sadiqata, bu Zulfiqar. Bu Zulfiqarni safar qadimiy qal'adan tepib ketdi. Amin.
Allohu akbar. Bu çağlarda Dilaramning nazarida biz tog' qaroqchilari edik, ha? O'g'lim, atang Hasan Vazir hayot vaqtida mundaq bir she'rni doim o'qiydi. Kimiki hila bilan qilsa g'urur, oyoq siridan qumushdek qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, va lekin uningmi tadbiri bordir deganlarimni esingda cham tut o'g'lim. Sodiq ota, deganlarini esimda mahkam tutaman. Assalomu alaykum Abdullah. Va alaykum assalom do'stim Olimjon. Bugun hajab chiroyli yasnabsan-ku. Bugun to'ying emasmi? Sening to'yingni muboraklab keldim. Do'stim Olimjon, bu gaping rostmi? Albatta rost. Mashig'on Sanamjonni bir xush qilib o'tay deb, alohida bu gullarni tizib keldim. Akila ko'r paqay. Do'stligimizning yuzini qilay. Qani, marhamat. Rahmat. Buningda cho'qim bir gap bor. Olimjon, bu gulni o'zing tizdingmi? Ha, shundoq. Bu gulni o'z qo'lim bilan tizdim. Rostini aytay. Bu gulni tizish uchun tog'davollardan eshib ajoyib bir bog'varni topdim. Gul tizishni shuningdan o'rgandim. Olimjon, aytdi. U qaytib keldimi? U qayerda? Biznikida. Atkashda bir amal qilib Sanamjonni Chorbaqa ib chiqqan. Shu chaqda u ikkisi ko'rishalaydi. Atkashda? Jinim Malikam. Bu gulga qarang. Qaytib keldi. Ayting, u nerede? Olimjonning uyida ekan. Gulbanu? Gulbanu? Ahchi ana, yangi kiyimlarimni keltirgaylar. Sanamjon, bir amal qilib, ata Chorbaqa chiqish uchun shahdan ijozat olg'aysiz. G'ayrib sizni shu yerda saqlaydi. Nima topshiriqlari bor ekan? Qog'oz bilan siyat yozdirib. Xo'p. Şevketim, şefqatlik Şah ota. Men uchun saldirgan Chorbaqa chiqib, qasdi ko'nglimni ochqim kelur. Marhamat aylab, ijozat qilg'aylar. Qizlari sana. Hey, navkarlar. Labbay shoyim.
Fermanımga quloq sol. Hozirdan boshlab Chorbaqqa mendin ijozatsiz hech kim kirmasin. Fermanımga xiloflik qilganlarning kallasi ilinsin. Senemcan. Xeyrcan. Aktır ola. G'erib, bundaq bo'lishini o'ylamagan bo'lgandim. Nima qilmoqchisan? Abdullah. Abdullah. Şahimizning farmonidan xabaring yo'qmi? Uning ijozatsiz Chorbaqqa kirganlarning kallasi elinadi. Nima? Anam farmoni? Endi farmon tushirish navbati menga keldi. Hurmatli begim. Tog'dagi qaroqchilar sepil sirtida paydo bo'libdi. Qarovullikni kuchaytinglar. Xo'p. Abdullah! Sefer, endi kaçamaysan. Ustazım. Oğlum. Ustazım. 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 Garipcan. Ulug' shohim. Men gunohkor. Men o'limga loyiq. O münafık! Çalsan sözle! Ma'qul. Men aytay. Cellat! Men gunohkor. Men o'limga loyiq. Biroq shohim. Bu ishlarning hammasini Shahvoz vazir planlagan. Ulug' shohim, uning aytganlari butunlay tuhmat. Sözle! Mana bundan 12 yil burun Shahvoz vazirning Hasan vazirni qaslab o'ltirish to'g'risida menga tushirgan maxfiy farmoni.
O iş geldiğin keyin Şavaz bana tumşuq eğizda g'eyribni oilasidagilar bilan qo'shib o'ltirib etish to'g'risida farmon tushirdi. Navkarlar! Evet. Ulug' shohim, g'erib odam boshlab o'rniga besib kirdi. O'tinib qolay, bir qo'shiq qenimdan kessizlar. Ulug' shohim, bu mal'unni yo'qotmoqcha elde tinchlik bo'lmas. Ulug' shohim, bir qo'shiq qenimdan kessizlar. Jallat! Bu melunning kallasi ilinsin. Hop! Ya Rabbim, g'ofillikda o'tkazgan gunohimni kechirgaysan. Ulug' shohim, Oğlum. Sana chin ko'nglimdan teşekkür aytaman.